ikkita nondan berib yuboring. Xo'p. Mana aka, rahmat. Arzimayman. Charchamaylar, xo'p, rahmat. Aka, taksimi? Non taksi aka, qaqa borish kerak. Chilonzorga. O'tiring. O'tiring. Obedni o'rnida o'tiring. Maza qilib gaplashdik. Anchadan beri bunaqa yosilib gaplashmagan. Mayli, men hozir qishloq xo'jayiniga narsalarni tashlab chiqay, hozir kelaman. Xo'p. Nonmi? Adasi, nimaga har kuni non olib kelsangiz bittasi ishlangan bo'ladi? Issiq nonni hidi shirin bo'ladi-yu, dimog'ni qitiqlaydi. Shunga bir bo'lak yeb kelaman-da. Ketdikmi? Umid aka, tushlikda nima yedingiz? Qozon kabob, salat, choy. Nima edi? Yo'q, kechki nima ovqat qilsamikin deb o'ylanib so'radim-da. Ha, qayerga boramiz? Kazinaga haydang. Kazinkagami? Ha, bo'pti, ketdik. Dilbar, qara, kattasini olaymi yo kichkinasini? Kattasini ola qoling. Aha. Umid aka, Ha? qozon kabob yegim kelib qoldi, olaylik. Voy. Qozon kabob sotadimi? Sotishadi. Dilbar, bu qozon kabob emas, non-ku? Nega? Mana qozon kabob. Mana salat. Mana non choy. Sizdan bugun shunaqa qozon kabob yedingiz-ku? Boshqa mani unaqa aldamang. Ertadan tushlikni har kuni uyda qilasiz. Bugun o'zim sizga qozon kabob qilib beraman. Xo'p.